1888-yil. Toshkentning Qashqar mahallasida bir bola dunyoga keldi. U Qo'qon xonligining so'nggi hukmdori Xudoyorxonning nabirasi edi. Uning ismi Said Muhammad Islombek. Otasi Muhammad Aminbek xonning ikkinchi o'g'li edi. Ruslar xonlikni bosib olgach, oilasi Toshkentga ko'chib keldi. Islombek 7 yoshgacha Qur'on ilmidan dars oldi. So'ng rus tuzam maktabida o'qib, rus tilini o'rgandi. 10 yoshida Orenburg kadetlar korpusiga yuborildi. Keyin Moskvadagi Aleksandrovsk harbiy bilim yurtida tahsil oldi. Yurtiga qaytgach, qilichbozlikdan saboq bera boshladi. 20 yoshida jadidchilik harakatiga qo'shildi. Ammo bolsheviklar kelgach, Toshkentda xon avlodlari uchun hayot xavfli bo'lib qoldi. Behbudiy va Munavvar qori yordamida Afg'onistonning Toshkentdagi elchixonasiga tarjimon bo'lib ishga kirdi. Shu yerda uning diplomatik faoliyati boshlandi. Fransiya, so'ng Shvetsariya. U Afg'oniston nomidan Fransiya va Shvetsariyada elchixonalar tashkil qildi va u yerda qariyb 50 yil umrining oxirigacha xizmat qildi. Islombekning faoliyati munosib baholanib, Afg'onistondagi eng nufuzli Vafo ordeni bilan taqdirlandi. Bu unvonga birinchi bo'lib Afg'oniston amiri Omonullaxon, ikkinchi bo'lib esa aynan Islombek sazovor bo'lgan edi. Fransiya prezidenti Charles de Gaulle 1961-yilda Yelisey saroyida Islombekka Faxriy legion ordenini o'z qo'li bilan topshirdi. Islombekning yuragida doim vatan sog'inchi bor edi. U qaytishni xohladi. Ko'p marta rus hukumatiga murojaat qildi, ammo har safar rad javobini oldi. U do'sti Lucien Kerenga dedi: "Bor, yurtimni suratga olib kel." Suratlar kelgach u dedi: "Ajdodlarim qanday buyuk sivilizatsiya yaratgan. Afsuski, men buni ko'ra olmadim." 1972-yilda umr yo'ldoshi Aleksandra vafot etdi. Ular farzandsiz edi. Islombek yolg'iz qoldi. 1983-yil 95 yoshida Shvetsariyada hayotdan ko'z yumdi. Vasiyatiga ko'ra, u Parijdagi Perlashes qabristoniga, rafiqasi yoniga dafn etildi. Tarixchi Lucien Keran yozadi: uning nasabi Amir Kemurga borib taqaladi. Xudoyorxon 23-avlod, Muhammad Aminbek 24-avlod, Islombek esa 25-avlod edi.